operatsiya qilmasak bo'lmaydi umuman, yaxshi bo'lmaysiz deb dedi menga. Ukol dorilar oz vaqt saqlaydi, yana o'shani ahvolga tushaydim. Yura olmaydim umuman, egilib. Hozir operatsiyadan boshqa yo'l yo'q deganda, hozir 12 kun ichida og'ir ham bo'ldi, yengil ham bo'ldingiz, qiynaldingiz, to'g'rimi? Oson bo'lmadi 12 kun o'tish. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana opamiz Elbish esport sohasida 10 mm reja bilan kiygan. Opa, qarang. Hozir doktorlarga bordingiz. Nima diagnozlar qo'yib, nimalar qilamiz dedi. Men 2 marta ukol dori qilib davolandim. Umuman foydasini sezmadim. Keyin bir 3 ta doktorga bordim. Ular operatsiya qilmasak bo'lmaydi umuman. Siz umuman ahvolingiz ukol dori bilan yaxshi bo'lmaysiz dedi menga. Lekin operatsiya qilishga to'g'ri qo'rqdim-da. Keyin eshitdim sizni. O'zimiz tarafdan aytdi bir ikkitasi o'sha borasiz, yaxshi bo'ladi. Nimaga o'shanda birdan kiymadingiz eshitgan? Yo'q, men o'zi yaqinga eshitdim-da. Mana hamsiyam aytdi. Mana dedi, tog'am ham Qarshidan kishira kelib davolandi, yangam ham dedi. Keyin hamsiyamiz ham o'sha borib yaxshi bo'ldi dedi uchun shira keldim keyin. Bugun 3-fevral keldi, xudo xohlasa hozir bitta massajga kirib chiqadi. O'tday chop qo'llab chiqib ketganini videosini chiqaramiz. Mana bu yerda Elbish esport qismida 10 mm reja bilan kelgan bemorimiz bugun keldi. Hozir joylashtiramiz. Opamiz birinchi massajni olib bo'ldi. Ana shu eshikni oldiga o'ting. Qo'lni oyoqni shu uzating qani. Ha, o'tirib turingchi. Boya holatingizdan qanday? Yaxshi. Chiqib endi koridorga boyada yurib ko'rsatasiz. Birinchi videoda qanday yurdingiz? Hey, baqqara. Qanday o'zgarish, og'riq qanday hozir? Og'riq yo'qmi? Qiynaldingizmi massajda? Mana opamiz, hurmatli kuzatuvchilar, opamiz bitta massajdan chiqdi. Ahvol qanaqa? Nima bo'ldi? Mana kiygan ahvolingiz? Ha, og'riq juda ham kuchli edi. Yo, hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Qarang, hozir massajda qiynaldingizmi? Ha, ozgina qiynaldingiz. Nima holat bor, nima yo'q? Shuni aytib bering. Hozir yurishim yaxshi. Men yurishga qiynalayotgandim, ha. O'tirib turishga. Mana shu yerga kelguncha ukol dorini oldim dedingiz, to'g'rimi? Siz kimdan eshitib keldingiz bu yerda? Qo'shnim. Sherda davolanib ketgan akalar o'shalardan eshitib keldim. Aha. Sizni rejangiz necha millimetr? 10 mm. Siz eshitgan odam rejasi necha millimetr bo'lgan ekan? 15 dedi. Shuncha ukol dori olgansiz, o'shancha ukol doridan ko'ra mayda 20 minut vaqt ketdi hozir massajda. O'sha vaqtda bo'lgan effekt. Yo'q, ukol dorilar oz vaqt saqlaydi, yana o'shani ahvolga tushaydim. Yura olmaydim, umuman egilib. Hozir dolyani olib, pulni berib, reklama qildirmayapman, o'zingiz shunaqami? Ha, albatta. Yog'i bugun keldingiz a? Yana oldingizda 11 ta massaj bor. Shundaymi? Bitta turib yurib beringda. Qayerda og'riq bor shu vaqt? Oyog'imning uchiga. Oyoqning uchida. Necha foiz bor? Hozir kiygan 100% og'riq deb oling, kiygan vaqtingizda hozir tanada necha foiz og'riq bor? 170. Ha. Endi boya qaysi holatlar qila olmayotganingiz kiygan vaqtingiz? Egila olmaydim. Egiling. Tizdan bo'kyapsiz baribir, og'riq bor hali. Ha, sal. Faqat hozir nima yengillashdi? Og'riq kamaydi, yurish ochildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana opamiz bugun 12 kun bo'ldi, xudo xohlasa kiyganiga. Bugun javob beryapmiz. Opa, bitta o'zingiz haqingizda tanishtirib, qanaqa holatda kelgansiz, hozir qanaqa ahvoldasiz, o'shani ozgina gapirib bering. Men 12 kun oldin shu oyoq girja bilan keldim, oyog'im yura olmay qoldi. O'sha uchun nima eshitib keldim sizda. Kimdan eshitib keldingiz? Qo'shnimdan. Doktorlar nima degandi kelgan vaqtda? Operatsiyadan boshqa yo'l yo'q deganda. Hozir 12 kun ichida og'ir ham bo'ldi, yengil ham bo'ldingiz, qiynaldingiz, to'g'rimi? Oson bo'lmadi 12 kun o'tish. Og'riqlari u lechinalardan emas, o'zi og'riqdan bezor bo'ldi. Rejangiz qancha edi? 10 mm. Sizniki 10 mm, nariyoqda yana bitta 8 mmlik og'ir. Bitta turib yurib bering. Qaytaring. Bitta qo'lingizni oyoqni uchiga uzatib ko'ring. Ikkalasini, yo'q, ikkalasini barobar. Bo'ldi, o'tirib turing bitta.
Bo'ldi. Keyin xonangizga. Mana 12 kunlik lechinani oldingiz, 12 kun sizga o'tishi oson bo'lmadi, shunaqa. Endi baland gapirasiz, mikrofonimiz zaryadkasi o'chdi. Hozir bu yerga kelguncha nima lechinalar oluvdingiz? Ukoldor oldim. Mana shunaqa fizioterapiya, masaj hech nima olmaganmidingiz? Necha marta lechina oldingiz? 2 marta. 2 marta oldingiz. Ukol dorilar og'riqlaringiz qoldirdimi? 2-3 soatga. 2-3 soatga og'riq qoldirdi. Klinikani qaysi anonsi sizga yoqdi ko'proq? Hamma taraflama ma'qul menga. Hozir necha pul to'ladingiz? 4 million. 4 million pul to'ladingiz. To'lagan pulingizga arziydimi, arzimaydimi? Arziydi. Xonalar Yaxshi, hamma sharoitlari yaxshi. nima deb mana shu grejasi bor odamlarga nima deb o'zingizni bir ichingizdan o'tgan misol tavsiyani bera olasiz? Bu yerga kelinglar deb aytmang. O'zingiz prosta tak, mana nima desa bo'ladi, ichingizdan baribir o'tadi-ku, og'riq bo'lgan vaqt nima deb tavsiya bera olasiz mana shu? Baribir ukoldorim foydasi yo'q ekan, vaqtincha ekan. Operatsiya bo'lganlarda ham eshitdingizmi holatini? Eshitdim, ko'pchilik qaytaladi yana deb aytib berdim. Hozir necha foiz tanada og'riqlar bor? 30% 30% bor, ha. Xudo xolasa uyga ham tavsiya beryapmiz, 40 kunlik. Hech qanaqa mashqlar kerak emas, faqatgina ko'proq harakat. Og'ir narsa ko'tarmay turasiz, bir 20 kun bir oy. Undan keyin xudo xolasa 2 oyda keyin yana imkoniyatga qarab kelib ketasiz. Xo'p. Qarang, mana shu yerda nechta odam yotdi? Mana siz kelgan kuningizdan boshlab ketadigan kuningizgacha qancha odam yotdi? Ana shularni bironta shikoyati, jalbasi, o'zgarmadim, foyda qilmadim, boshqa joyga boring degan gaplar bo'ldimi? Yo'q, biron kishidan yomon fikr eshitganim yo'q, hamma yaxshi fikr. Oldin kelib ketganlar bilan ham yotibsiz mana. Mana birinchi marta kelayotganlar bilan ham yotibsiz. Odamlar qanaqa norozichilik tomoni bormi? Yo'q, hech kim norozi emas, hamma rozi. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.